Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahrida joylashgan Benazir kafesidamiz. Ovqatlarining mazasini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qozon kaboblaridan ko'ramiz. Mantani yaxshi ko'raman. Yozgi kunlarda aysi muzdek ketadi. Go'shti ham balgarisidan chiqib ketaman. Evet. Sevishganlar desa bunaqa gulam yasab berishadi. Qiyma kebablar. Benazir kafesini alohida qalampirlar ekan. Cho'ponchalarni ko'ramiz. Cho'ponchalari ham shirvoz go'shtidan bo'lar ekan. Aystiylari omad ekan. Mazasiga gap yo'q. Benazir kafesi ertalab soat 8 dan kech soat 22 gacha ish olib borishar ekanlar. Ichimlikdan mojito, morojniy, gazvada, kokteyllari barchalarini Benazir kafesida kutib qolamiz.